Videoga hoziroq bitta like bosib, sarakani o'sha qidirib turgan do'stingizga tashlab qo'ying. Hozir ma'lumotlari va narxlari bilan tanishtirib o'taman. Texnikamizni yurgizib, ovozini bitta eshitaylik, keyin qolgan ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Ko'rib turganlaringdek, pastda turgan holatda yarmi burutga zavat bo'lyapti. Motordan ko'ngil to'q. Endi qolgan ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Demak, Shakman F3000 sarakanoshkamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Atiga 221 ming probegda turibdi. Halol akalar. Texnikamizga Vichay 430 ot kuchiga ega zavatskiy gazli motor ustanovka qilingan. Motor umuman moy rasvod qilmaydi. Korobka moslari esa zavatskiy holatda umuman ochilmagan. 8 ta 140 talik temir gaz ballon bilan jihozlangan. Oldiga 4 ta Shiroki ballon taqilgan, orqalari esa 1200 kamerali ballonlar. Umumiy 80-90% atrofida. Kabinalari ham DTP bo'lmagan, rabnoy holatda ko'rib turganlaringdek, kraskalari ham rabnoy holatda. Texnikani sostoyaniyasi juda ham go'zal. Bu texnikamiz Qashqadaryo viloyati Kaspi tumanida turibdi. Bu video roligimizni ideal sostoyaniyada sarakanoshka qidirib yurgan do'stingizga srochniy tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi gruzovik spes texnikalardan xabardor bo'lib turasizlar. E'lonlarga 75 ming qo'ygan edim aka, deyishdi egalari. Savdosini qilib, maslahat qilib, talashib, tortishib 71 ming dollarga tushirib qo'ydim akalar. Xudo xolasa naqd pul bilan borsalaring yana savdo qiladigan joyi bor. Xolis aytaman, texnikaga hech qanday xarajatning hojati yo'q. Olasiz, sirasiz ishga bosib oladigan joyi. Olgan odam baraka topadi inshaalloh. Savdolaringni bersin, imkon servisda qolinglar.